Kiçiğimden yağız tamak yedim. Dedem bilan apam ajrashib ketib. Apam kecha kunduz ishlab boqadi. Asasen eshib qolgan sovuq tomoqlarni yog'uz yedim. Qachondan yog'uz tomoq yeyib kunib qoldimkin ta. Bara kishilar bilan tomoq yeyim kelmaydigan bo'lib qoldi. Asli mundaq ekanda. Ammo men qizlar bilanmi, xaridalar bilanmi, do'stlarim bilan tomoq yeyman. Ammo ular men qayta ko'rishadigan kishilar emas. Tushunmadim. Xislat. Ben bugünden tatip sizin işten resmi boşalttım. Ha? Bugünden başlap siz resmi işten to'xtadingiz. Ana yaxshi şirketden jimjit ketib qoldim. Bu qanday chaqchaq bo'ldi endi? Chaqchaqni o'ylashib qilish kerak-da, direktor. Kim sizga chaqchaq qildi? Direktor. Ishqib, siz mening odimim emas. Siz meni nazorat qilg'il kelgan. Mening odimim bo'lishni xohlamaysiz. Fakat maymun usuli solgandek ahmoq qilyapsiz-da meni. Meni unda qilish niyatim yo'q. Shunda bo'lgan taqdirdimi, meni ishdan bo'shatsangiz bo'lmaydi-da. Voy, nimda ishdan bo'shatsam bo'lmagiday. Dadamdek bir taqkayningizni bo'lg'ashqimi? Liderning kotibi bo'lamsiz, ishxonaning mudiri bo'lamsiz. Chiqib buniki mening ishxonamda sizni ko'rgim yo'q. Nimda men to'sib olasizlar deyman. Shuncha yil jafolik ishlagan to'sa, sababsiz bekor qilib o'tamdik-a? Voy, shu aka. Voy, shuncha uzun yil ishlagan bo'lgandan keyin sen ig'irlik qil, yeniklik qilmoqchimi? Shu opam to'g'ri deydi, tog'a. Mening bichora qizim mushu shirkat uchun yoshlik bahorini, nurg'un vaqtni sarf qilgan to'sa, ma soltak uni ahmoq qilgandek birdam kotib qilib oldi. Mana endi bekordan bekor qilyapsiz bulamda. Voy, aka. Ularning nemish bo'lganini bizmi bilmadik. Uning ustiga qislatning xarakterini sami bilsa, agar uning xizmatdan ayrilib qolganligini bizning uqib qolganimizni bilsa, u nim bo'lib ketar? Uningdan boqib qara. Biz bilmaymiz ulamdi. Uqmas deb turaylik. Bichora qizim nim bo'lib ketasa. Bo'ldi aka, bo'ldi. O'zingning mijozi yo'q. Jura uy ketaylik. Jura. Direktor. Xizmatchilarni sababsiz ishdan bo'shatsangiz bo'lmaydi. Boshlig'ini aldash. O'z beshimchilik bilan ish qilish. Sizni ishdan bo'shatishga tamoman sababchi bo'ladi. Direktor. Asli men Xislat. Men siz meni kotibi, men taraf turib so'zlaydi desam, meni ahmoq qilibsiz-a? Taqamas. Tushundirman. Tushundirgan sizdan yirgin kutyapman Xislat. Men hamdalam kishilarga ishonishga boshladim. Direktor. Siz meni rostla xato tushunib qolibsiz. Men sizni rostla aldimidim. Qo'yt o'xshash bo'ldi-ku. Men o'xshash ularga yavash taslim bo'ldim-ku. Siz bek ishni kutdim Xislat. Bek ishni kutdim. Men sizga ishonmasligim kerak. Sizga rahmat. Menga navoit yaxshi bir dars o'tib qo'ydingiz.
Kechiring direktor. Mening sizni faqat aldash maqsadim yo'q. Navbat sizni ranjitgan yerlarim bo'lgan bo'lsa, men sizni oldingizdan ma'qul. Lekin bu ish sababli lider bilan chiqqanlarning munosabatini sheriklashib ketishini xohlamayman. Bu sizman. Aka, jura, naşlıq tayyor oldu. Ha, mana. Xislatlik chiqmadimi? Yo'q. Men chaqirib chiqay. Qo'y, nima? Atiganda nega maldingiz? Ishqa. Ishqa? Aka, ishq var ekan, ishqa. Ha, ishqi bering. Nashta yavmidimi? Oy, naşlıq tayyor oldu balam. Onda naşlıq qilarni, hamiz jo'zda. Sizlar-chi, sizlar nashta qilmamsizlar? Biz sal turib ichimiz, siz oldirgandan keyin ichivering. İşler qanday bo'lyaptilar? Men Jasur bilan ko'rishlarni yaqinlab qo'ydim. Sen Jasurni bizning uyga tursan deb turib olmagan. To'ydan keyin agar Barnaning o'xshab ta'sir yetmasa, sekin bo'ladi-ku. Jasurdan boshqa surtda qancha bir kirishib oldingiz desa. Bu ishni bakkening so'z etmaydi. Kelar ayda doktorxonamizning ichki kasallar bo'limini kengaytirish ishi bo'ladi. O'shada bak aldirashib ketamiz. Ha, rost Barman. Siz Jasurdan so'rab ketmang. O'liklardan men deyishdikmi? Ma'qul apa. Ayirjumpning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ichimlikning chempioni Ayirjump.
Қалғач маркалық сопын парашюги бәтіп әркін шығырызы. Vay nemening? Кырнан. Қалғач маркалық сопын парашюги. Мен Dilkan Xalqaro So'z cheklanish shirkati tajdarligini olgan Ota Arzusi filmidagi Qilot direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Qaysar, bular choy so'yib qoldi. Keldi. Bo'la. Bugun she'rlarim yo'q-ku. İlham yoksa da. Ay, bu qo'shiqchiga og'zini yumib qapti-ku. Hey aka, bugun sen ben xo'sh-ku. Bugun qaraman nashtida xislatdan boshqa hammamiz taq bo'ldik. So'ng o'xshab qoldi. Voy. Dada men ish qilmadim. Nashtani qilibman. Qo'ydim. Voy. Jasur. Yaxshimi? Nashta qildingizmi? Ha, nashta qilib bo'ldim. Degan telefon qilib qolsiz. Shu ilqi gapni o'tkilay deya oldingizmi? Yo'qda. Hali chiqib bana deyshaylar. Dada, amma ben ish qilmadim. Ma'qul, yo'lda diqqat qil. Haras tag'a, men bizning direktorga degandim. Desam Qaysar akamni ishga bos bo'ldi deydi. Aldingmi Qaysar? Aldım. Hey. Bu yaxshi bo'pti. Ishda ungaroq ishlab yaxshi ta'sir bergindimi? Albatta. Aqlama. Biz chiqmaylayamsa. Ha, ma'lumsizlar? Sizlar ham. Ma'qul. Bo'ldi. Xo'sh tag'a, xo'sh Ha, amma. bo'ldi. Amma qo'sh. Hamma Mana yo'lda. Avaylab yig'lajimi? Qo'sh amma. Hey, aka. Yoshlar deganning-chi qara. Birdan yaxshilashib qoladi. Qarmamsa, ularning og'zi qarashning hojati yo'qchimi? Ukam, rost deysan. Jasur bilan bir maslahatlashib bir berkasalim bo'lamdi nima? Voy, u Jasur bilan maslahatlashning hojati yo'q. Aqslatdan uyning adresini tifla o'zimiz beraveramiz. Shunda qilsalim qilinglar bo'ldi. Hey, aka. Bu Jasur bek tirishchan, mas'uliyatchan bola bo'g'ashqa, doktorxona boshlig'i yaxshi ko'rib qopti-da. Ben de hoşup git barmen cımı. Bek yaxşı atıdı aka. Ben sen için hoşup git barmen. Şu ballarının baxti içilsizlam buldu qofka. Ras. Şularning baxtini ko'rishdan boshqa nima armon bor deysa bizda. To'g'ri. Sana o'xshash bir kuyimchal singlim bor bo'lib qopti-ki. Sen bo'lmagan bo'lsang mushkullarni qanday qilardim? Bu uy uchun pek jiqchapa tatding jumosan. Voy aka. Ne gapni qildikansan? Sening ishing mening ishim. Mening ishim sening ishing-ku. Shu mening balam sening balaring mening o'qlichim bo'ldi-ku. Bilma. Dada. Mende keyin qolsam, chiqimlar burdirlar, yulak bo'laman. Debdi. Senin yaxshi bola. Sen bo'p qopgansan aka. Bana hem dada, hem aka bo'p yurak bo'p kelmoqsan. Rahmat sana. Efkam. Jasurlar sal oldirab qolgandek turdi. Qanday olmishsin deb berib kelaman. Sen bo'lganda ularning ilqi muhabbatlashayotgan ishini tilga olmag'ina. Ular yo'shug'andan keyin biz ixlos bo'lib olaylik. Bo'ldi aka. Sen xotirjam bo'g'da.
Ne bu? Qanday gap bo'lib ketdi? Tushunibdimi? Ma'muriy bo'limning mulozimati supsiz xizmat qiladi deydi. Ko'p qatan rahbarni ko'z bilmoq rahbarni o'rnashtirishga bo'ysunmagan deydi. O'zi biz chiqib qolgan. Nimishib ketgini. Nimishibdi? Mayliqa nima? Ya, ich. Kukla. Qaror qilindi. Voy Arzgul, tinchlikmi? Yaxshimi, Parvarada? Voy, uy ichi bolalar yaxshidir? Ha, uzun bo'pti, aloqalish bilanmidiq. Xizmatinglar bek oldirash o'xshamandi. Uydagilarmi yaxshi? Shu xizmat bek oldirash. Bugun damog'an, erta uydagilar bilan sayohatga chiqib kiraylik deb. Ha, sayohatga bormiz da. Voy, shufkan. Biz ma Jasurning to'yi qopqan, shung chayiga bilib berib kelimizmikin deb telefon urgandim. Voy, mushik ko'chidil bormoqchidik. Bo'pti. Sayohatinglar ko'ngildagidek bo'lsin. Oldinroq xabar topmabdik. Kichik choyni qo'shnilar bilan akirib tursangiz, cho'ng joyda biz bo'lgandikin. Bo'ldi, yo'l olsin, Jumovkan. Men qo'shnilarga telefon qilib baqay. Ha, xo'sh. Voy qo'shnim, tinchlikmi? Voy, men Parvar. Ha? Voy, shu. Nima ish qilib yuraptim? Ey, turmushning alakchiligida. Direktor, beklashib o'tdingiz. Sizga bir odam ishga chekishni o'rgatganmi? Ha? Siz o'zingizni mening kotibim deb o'ylab qolgan o'xshamamsiz? E'lon taxtasiga men to'g'risi e'lon chaplash sizning ko'rsatmangiz-ku deyman. Shundoq. Bo'lsa, hamma bo'limlarga chaplasangiz bo'lmamdi. Odam kuchi yetishgan bo'lsa, cho'qim shundoq qildim. Direktor, men sizga namaqul bo'ldim-ku. Yana qanaqa qilib pasam bo'ladi? Chinini chiqib asli keltira olamsiz? Ha? Direktor, bu mening xatoligimmi? Bu lider bilan direktor o'tirishning shaxsiy ishi-ku. Men sizga necha qatim dedim? Xalqning shaxsiy turmushiga aralashmang deb deganmi demagan? Lekin bak ashirvatdingiz, direktor. Men nima ish qilish bilamsiz? Birinchi yog'inchilik, ikkinchi oldinish, uchinchi shu oldingi vaqtidagi hissiyot. Bildingizmi? Siz mush ishning hammini birli vaqtida qildingiz sizlar. Lekin direktor dedim. Endi bir oy ishlamay Monqalarınız çoğulup ketip qalarsınız kim qizlar? Salma. Yıqamaqsın. Sen flash olmağınızı? Hiç yok. Bağıtını kütüvaşı orada almak duruşu oqturuş yürüptü. Siz böyle bırak çıkamaz kayıp işler yürü. Lider o'qitramda, bu she'rni aytib o'qimsa, cho'qima xabar ketdi. Yo'q. Lider xabar qilmoqda. Kimki liderni aramelchiq ta'sir etkazgan, men uni hargiz bosh qo'ymayman. Uqtonami? Qanday qilamiz? Menga ko'ngil bergan Alloh ko'pdan ko'p rahmat.
Hazır xizmat vaqti o'tayman. Hamma xizmat o'rniga qaytanglar. Sizlar rostdan yetishib bo'lmadimi? Yetish bo'lmadi. Men dedim-ku. Men kim u? Men degan xislat. Menda xotirjam bo'linglar. Buni ham qancha kishdi. Hamma xizmat o'rnimni ko'rish kerak. Sizlarga cho'qinmak ig'ir keldi. Bu ishlarni menga topshirib bering. Mudir bu. Hech qisi yo'q. Aliya, siz vaqtincha Po'lat direktorning katibi bo'lib ishlang. Sadiya, sizlar ishlamanglar. Yaxshimisiz? Kim o? Yaxshimisiz? Men ömürlük vazifeli şirkatdan aldığım qitim köygevini oylaşdыңызmı? Mening bu bek setvag'im bor, lekin unchalik naqd pul to'lab ololmayman. Menimda unchalik pul yo'q. Öýüksek bek ciddi pul lazım bolğaşqa öýdük azamagandy, amal qılıp dostlaryňyzdan uruq tuqqanlaryňyzdan pul ilip, öýüne öz damyňyzga ýetip algandan keyin bankadan qarz alıp algandan keyin töleýäsiňiz bol emasmy? To'xtang. Bu amal bo'ldi ekan-ku. Undaqda men bir amalni qilib, men siz telefon qaytaray. Bo'ldi. Set o'tmay turinglar-jimi? Bo'ldi, ma'qul. Ma'qul, rahmat. Xo'sh. Qani, qancha ekanlaydi ekan? Yigirma ikki to'man kamlaydi ekan. Bu pulni nereden topaman? Ha, Adaş, qanday ahvoling yaxshimi? Mahslat. Yaxshimi Adaş? Adaş, shu san bir hojitim tushib telefon qilgandim. Yordam qila olasanmi? Ha, deyna. Qara, bir ipida uy uchrab qolgandi, shu uyni setib olay degandim. Shu ozroq pul kamlab qoldi. Qanchalik? Shu 20 to'man atrofida. Menda nada muncha jiq pul bo'lsin deysa Adaş. Ben ko'p bo'lgan 150 ming tayaqib beray. Lekin kelay qayda bamsan bo'lmaydi uchunmi? Undaqda shu 15 to'manni bo'lsin berib turmamsa. Adaş, shu bankadan qarz olmoqchidim. Bankadan qarz tushgan hamon pulni qaytarayman. Qanday? Pulni vaqtida qaytarib bergansan. Ajab yaxshi. Rahmat Adaş. Bo'ldi, xo'sh. Ajab yaxshi. Ha, işlerini tükep kalğanda toyga kelersen. Oy, bu ne balam? Oy, işçik vatodu kendi şeyleci mi hoş? Mana. Oy, kesle. Oy. Kandak avalları. Yaxşımı? Teşekkür hoşa. Yaxşıdırıplar. Kanı yukarı ösle. Oy. Anda öýçe hemmiz yaxşıdy bala yaxşıdy. Yaxşı, hemimiz ondan turvatıdır. Ha, özüm salametlerim yaxşıdy. Yaxşı. Vay. Vay dimamdak çıraylık köynek giy valla. Bu köynekler hecep yarışıptı bu kametlerge. Vay rahmet. Çay koygan tem kaçta. Çaydan kirip şundaq öykürüşümü telefon jırışıp ketdi. Telefonu elip sözlesim. Süleykellemez mi? Şuna olan telefonunu koydum. Aşkında koydum. Uçup bitirdim. Vay patam kaça. Rahmet. Vay müştaq çaydan herip gelge vaxtlarda demlerini ağıl koymay bege çıkıp aptım ben. Rahmet. Ya, onda kimse. Şu küçükene bir çay. Ya o çay koyman diyeyim size. Bu öyle çaynicik işken. Bundan ki işçi oğlumuz. Rahmet. Neyim desem bula patam kaça. Şu küçükene məsləhətim battı. Hayatның özü bir sənət. Vakit bir ölçem. Çeklik hayat, çeksiz tanlaşlar cemgayi.
Aşu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atkanchini tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atkanchi. Ayollar gülge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, taqiliq, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv semirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Vətib erkin çıxırırsın. Vay nemin? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Bu film işləş jarayonida mening eng qiynalgan yerim endi bu jarayondagi bo'libmi yig'lash maydonlari. Chunki men o'zimning kasbiy usul aktyorlik ham ishdan sirtqi o'zimning endi obrazim tushgan rollar bo'lsa az-azdan mundaq qo'shimcha rollar chiqib kelayotganda endi bu filmdimi qo'shimcha ama buningda rolim bundan burun olgan filmlarga qaraganda endi jiqroq. Ham shuning ichida masalan ig'ir maydonlar bor yig'laydigan. Ammo shularni qiynalib beradi. Tekrar netchkab rejissor matda zerikib qopulab endi yana oxirida Sanjakamning yordamiga ham shu yerga ustozlarning yordami bilan rejissorning degan yeri kap shu rollarni shu maydondagi ko'rinishlarni tugatgan vaqtlarim bo'ldi. O'zimga shu eng ta'sir qilganni shu qiyindalamning kasalligini bilgan maydonda ayol ikkimizning bir maydonimiz bor-ku. Kasalligini yo'lishim uqqandan keyin bir uni tasalli berdigan. Ash maydondan bek qiynalgandim. Boshqa yig'lashdimi qiynalgan, ammo ash maydon bekrak. Oxiri Islom Jakam kirib yaxshi gapni qilib baxdi desida. Endi bo'lmaydigan gapni qilib baxdi qilib aş meydan en ahir İslam Jakam'dan gibi ko'nglimga kep yig'lab ketib, aş ko'rinish muvaffaqiyatli chiqqancha. Endi shunday vaqtlarim bo'lgan, mushunmi endi rejissormi shu ko'rinish yaxshi chiqgan deb balkim aslida usullarni shug'ullanib qolgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman hozirgacha. Menimcha bu masalaga kelsak, buni endi ya ayrilib turish to'g'ri, ya bildirish to'g'ri deyamayman. Menimcha bu shu muhitga, ana shu kishining o'zining tanlashiga qarta bulamdiki deyman. O'zi to'g'ri deb qarasa cho'nglar bilan tursa bo'ldi. Agar ayrilib chiqmasa ayrilib chiqsa bo'ldi, bu o'zininki tanlashiga bog'liq. To'lg'an bilan yoshqa, ko'zing to'lg'an bilan yoshqa. Gelib kelgaymi ketganlar, ishing urg'an bilan toshqa, ishing urg'an bilan. Sağım şundoq kuyunidi ekan bu bolalar. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Achchig'ing kelmoqda. Yaqay aka. Hozircha qilib o'tirmizmi? Nima qilmayman? Ben o'lib ketsam-mu, sen bu uydan bir qadam ayrılmaysan. Voycan bular dada. O'ylamay aralashmayman qo'yishlar. O'tirma. Bo'lmasa, nashtangizni qilibla. Of, dada, qusqum oshmidi. Nimada ishingiz chiqsa? Voy dada! Nimada adabsizlik qilasiz? Adabsizlik qildimmi? Voy, acha! Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Qabaq yedingmi? Ishdan tushdingmi? Qildingmi degandan boshqa nima chiqib beraliding? Men bu to'yni qildim. Bu ig'ir yukni qanday sana yuklayalayman bolam? Doim akam bo'lgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan bolam-ku. Bo'ldi. Ayya. O'g'lim yig'lamdi. Ha? Agar bu uy satsanglar, men uyga chiqdiman. Dada, ko'kam bilan uyimiz bizga keraksa? Dadamning oldida bir xalt pul tashlab bersanglarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Taqa ko'zingizni oching.
Apa! Gözüm toymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. Yükselen yaşaşka. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbamı asraşka. Yarındaşlar mı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüne dağ bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Her dilde memnunluk bulsun barşıge. Hiç kimge itibar kılmadan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esingdin ketmisin shu oddiy savat. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Her dilde memnunluk bulsun barşıge. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esingdin ketmisin shu oddiy savat. Esingdin ketmisin shu oddiy savat.